Hozir ortiqcha vazn umurtqadagi qanaqadir masalalar, grijali, protruziyalar yoki spondilartrit yoki shu butun umurtqadagi qanaqadir problemalar, bo'g'imlardagi problemalar yana ko'p uchrayapti hozir. Gormonlar. Gormonlar o'ynab ketadi. Gormon berib ham gormonlarni to'g'rilay olishmayapti-da. Bu organizmga baribir tanaga mashq kerak. Shu mashq orqali biz o'sha gormonlarni yo'lga qo'yib yuboramiz. O'zim tushundim, что organizmni qon aylanishini yaxshilab tursa, bo'ldi. Organizm Alloh tomonidan komil yaratilgan. U organizm o'zini o'zi tiklaydi, mustahkamlaydi va sog'lomlashtiradi. Mana shu hamma muammolarni yoga bartaraf eta oladi. Unga sabr kerak, vaqt kerak. Bilasizlarmi, butun dunyoda уже bu narsa praktika qilinyapti. Masalan, Hindistonda mnogoprofilniy больницаlarda ham onkologicheskiy больницада, Rossiyaning onkologicheskiy больницаlarida va ko'p chet el больницаlarida yoga terapevt degan как doktor sifatida u shu odamga moslab, men hozir mana onlayn, offlayn yogalarda onlaynlar bilan aloqada bo'lib turaman. Offlayndagilarga ko'rib aytaman, masalan, artriti bormi? Siz mana bunaqa qiling. Mana bunaqa valik olib kelasiz, mana bunaqa qilasiz, moslashtiraman. To'xtang, bu mashq qilmay turing, siz mana bunaqa qilasiz. Yoki siz o'tirib qilmaysiz, siz turib qilasiz. Shunaqa yogani shunaqa yaxshi ko'raman, что har bir mashqi o'zini modifikatsiyalari bor. Bu mashq qila olmadimmi? Mana yengilrog'i bor. Uni ham qila olmadim. Mana ham yana ham yengillashtirsa bo'ladi. Yana ham yengillashtirsa bo'ladi. U xuddi shunaqa foyda beradi. Qanaqa yordam berayotgan bo'lsa, o'sha eng qiyin mashq xuddi shunaqa foydasini beradi, oson variantini qilganda ham.